istig'forning qanaqa foydalari bor? Alloh azza va jalla meni kechirgin, gunohlarimni afv etgin, Robbig'firli, astag'firulloh va atubu ilayh deyishlikning qanaqa foydalari bor? Masalan, Alloh azza va jalla o'zi saqlasin, sizga biron bir musibat kelyapti. O'zingizga, oilangizga, mol dunyoyingizga, mashinaga, farzandlaringizga. Lekin siz mana shu joyda istig'forni ko'p aytadigan bo'lsangiz, Alloh azza va jallaning izni bilan shu kelayotgan musibat sizdan nari ketadi. Boshqa tomonga burilib ketadi. Alloh azza va jalla Qur'onda aytdiki: "Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun." Agar ular istig'for aytishsa, Robbisidan kechirim so'rasa gunohlariga, Alloh azza va jalla ularni azoblamaydi. Shuning uchun har kuni kecha va kunduz 5 minut o'zingiz uchun faqatgina istig'for aytishni odat qiling. Chunki Alloh azza va jalla boshqa oyatda aytdiki: "Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Agar sizlar iymon keltirsanglar va shukr qilsanglar, Alloh azza va jalla sizlarni azoblamaydi.